Har bir gul go'yo inson qalbining bir parchasi. U mehr bilan yanada yashnaydi. Beparvolik va e'tiborsizlikdan esa so'ladi. Assalomu alaykum. Efirda Namangan viloyatining ijtimoiy, siyosiy, madaniy, ma'rifiy hayotiga oid yangiliklar bilan Zamin informatsion dasturi. Studiyada Shohsanam Bisenbayeva. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavha va reportajlarning qisqacha sharhi bilan tanishing. Mehmonlarni kutar Namangan. Men shu viloyatga birinchi marta keldim. Milliy uslub, zamonaviy shakl. Fashion Week tanlovimizda bizda 15 dan oshiq liboslar chiqyapti. Xavfsiz xizmat, rivojlanish garovi. Oylik yakuni bo'yicha birinchi o'ringa 10 million so'mlik mukofotlangan. Iqtidoringni etkin namoyon. 828 ming yoshlarimiz ichidan mana 31 mingga mana shu Bo'zatov Fest festivali ishtirokchilari. Endi shu va boshqa lavhalarning to'liq tafsilotlariga o'tamiz. Gullar tabiatning nozik va betakror san'at asaridir. Namanganda 64 yildirki nafosat va go'zallik ramziga bag'ishlangan bayram o'tkazilib kelinadi. Xalqaro e'tirofga ega bo'lgan bu yilgi Gullar festivalida shahrimizga qancha mehmon tashrif buyuradi? Dastlabki lavhamiz shu haqida. 60 yildan ko'proq tarixga ega bo'lgan Gullar bayrami 2018-yildan buyon xalqaro festival maqomiga ega bo'ldi. Xalqaro Gullar festivali 40 kun davom etadigan va uning doirasida juda ko'plab ilmiy, amaliy, madaniy, ma'rifiy hamda ko'ngilochar tadbirlar uyushtirilishi ham an'anaga aylanib ulgurgan. Festival tashrif buyuruvchilarga nafaqat tabiatning betakror go'zalligini, balki inson ko'nglining nozik ijodkorlik darajasini, did va san'atga bo'lgan yondashuvini ham namoyon etadi. Men Buxoro viloyatidan keldim. Eshitgandim, lekin tasavvurim juda boshqacha bo'ldi. Xudo xolasa, narigi yilda ham yana oilamiz bilan kenglashib, ko'pchilik bo'lib kelishni yuragimga tugib qo'ydim, niyat qildim. Zahiriddin Muhammad Bobur nomli madaniyat va istirohat bog'i hududida viloyat tumanlari, korxona va tashkilotlarga ajratilgan hududlarda tirik gullardan tayyorlangan va bir-birini mutlaqo takrorlamaydigan ajoyib kompozitsiyalarga guvoh bo'lish mumkin. Har bir tashkilot yangi g'oyalar, ramziy shakllar bilan o'ziga xos uslubda tayyorgarlik ko'rgan. Badiiy elementlar uyg'unligi orqali yaratilgan landshaft dizaynlari tabiat va inson uyg'unligining ifodasi. Mehmonlar uchun bu maskan nafaqat tomosha maydoni, balki turli rakurslarda suratga tushib, sayohatni tarixga muhrlash imkoniyati hamdir. Sirdaryo viloyatini Shirin shaharidaman. Men shu viloyatga birinchi marta keldim. Bularning dizaynlari, landshaftlarini ko'rib, o'rgangan kelganman. Juda ham chiroyli, haqiqatan ham ko'ngil ochar joylar. Festival davom etayotgan 5 kun mobaynida Gullar festivalining bor jozibasidan 3.100.000 mingdan ortiq odam bahramand bo'ldi. Shulardan 265 mingga yaqini dunyoning 35 davlatidan tashrif buyurgan xorijiy mehmonlardir. Kun bo'yi gulga burkangan shahar barcha tashrif buyuruvchilarni maftun etsa, gulga oshufta maskanning tungi manzarasi ertaknamo ajib go'zallikka yetaklaydi. Siz hali ham bu go'zallik va nafosatdan bebahramisiz? Hech ikkilanmay Namanganga keling. 40 kun davom etadigan Xalqaro Gullar festivali doirasida juda ko'plab tadbirlar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Ulardan biri yosh dizaynerlar bilan tajribali mutaxassislarni bir joyga jamlagan Moda va iste'dod 2025 namoyishidir. Milliy uslub va zamonaviy shaklni o'ziga ravo ko'ruvchilar bilan gavjum bo'lgan ushbu tadbir tafsilotlari navbatdagi lavhamizda. 64 Xalqaro Gullar festivali doirasida navbatdagi yirik tadbir Moda va iste'dod 2025 ko'rgazmasi bo'ldi. Namangan shahridagi 3 favvora xiyobonida tashkillashtirilgan tadbir nafaqat go'zallik va uslub, balki yosh ishtirokchilarning ijodiy izlanishlari, dizaynerlik sohasidagi qarashlarini ham milliy qadriyatlarga sodiq qolgan holda yangilik yaratishga bo'lgan urinishlarini ham to'liq ko'rsatib berdi. Ular taqdim etgan kolleksiyalar ko'zlarni quvontirib, modaning turfa yo'nalishlarini, xalq an'analari va zamonaviy uslubga uyg'un tarzda birlashni yaqqol namoyon etdi. Biz bu festivalda xudo xolasa mana qizil marvarid kolleksiyamiz bilan ishtirok etyapmiz model sifatida. Bu birinchi ko'ylagim emas kiyayotgan, bu uchinchi ko'ylagim bo'lyapti. Albatta baribir har doimgidek hayajon bor. Ko'rgazma davomida milliy liboslarning zamonaviy talqini, qadriyatlarimizga xos an'anaviy naqshlar bilan bezatilgan matolar, yangicha uslubdagi aksessuarlar tomoshabinlarda katta qiziqish uyg'otdi. Ayniqsa yosh dizaynerlar tomonidan ishlab chiqarilgan tikuvchilik va bezak namunalari ularning mahorati, milliy ruhni saqlab qolishga bo'lgan intilishlarni ham ifodaladi.
Bugungi aynan Fashion Week tanlovimizda bizda 15 dan oshiq liboslar chiqyapti talabalarimiz tomonidan va shuningdek 60 dan ortiq libos ko'rgazmalari namoyish etyapmiz. Bular hammasi milliyligimizga e'tibor bergan holatda liboslarimizni namoyish qilyapmiz. Tadbir davomida ishtirokchilar va mehmonlar uchun madaniy dasturlar ham tashkil etildi. Tomoshabinlar nafaqat moda namoyishidan, balki katta konsert dasturlaridan ham taassurotlar oldilar. Bu esa festivalning yanada ko'tarinki ruhda o'tishini ta'minladi. Ta'kidlash joizki, Moda va iste'dod 2025 ko'rgazmasi orqali iste'dodlar kashf etilmoqda. Mamlakatimizda zamonaviy moda sohasini yanada rivojlantirish, milliy brendlarni jahon bozoriga olib chiqishga xizmat qiladigan muhim qadamlar qo'yilmoqda. Bunday tadbirlar yosh avlodni ijodkorlikka undaydi. Ularning dizaynerlik salohiyatini ochish, ilg'or g'oyalarni amalga oshirish uchun munosib maydon yaratdi. Dasturimiz davom etadi. Betalofat ish tashkil etish, faoliyat davomida turli ko'ngilsizliklarga uchramaslik uchun har bir sohada amaliy mashg'ulotlar, o'quv seminarlar o'tkazilishi muhim ahamiyatga ega. Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati Namangan hududiy filialida ham ayni kunlarda xavfsizlik texnikasi ko'rik-oyligi bo'lib o'tmoqda. Jarayonlar muxbirimiz lavhasida. Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati Namangan hududiy filialining shahar va tuman elektr ta'minoti korxonalari barcha xizmat va bo'linmalarda mehnatni muhofaza qilish, xavfsizlik texnikasiga qat'iy rioya etishni ta'minlash bo'yicha profilaktik ishlar yanada kuchaytirilmoqda. Favqulodda vaziyatlar bo'limidan xodimlar tez yordam Joriy yilning 20-mayidan 20-iyuniga qadar hududiy elektr tarmoqlari aksionerlik jamiyati Namangan hududiy filialida xavfsizlik texnikasi ko'rigi hamda yong'in xavfsizligi oyligi barobar o'tkazilmoqda. Navbatdagi seminar va o'quv amaliy mashg'ulotlari Kosonsoy tuman elektr ta'minoti korxonasida o'tkazildi. Seminarga favqulodda vaziyatlar boshqarmasining yong'in xavfsizlik bo'linmasi, tuman tibbiyot birlashmasining tez tibbiy yordam va tuman gaz ta'minoti korxonasi xodimlari ham taklif etildilar. Buning maqsadi xodimlarni mehnat, ishlab chiqarish va texnologik intizomga rioya qilinishini ustidan nazoratni kuchaytirish, ish joylarining tayyorlanishida rahbar xodimlarning javobgarligini oshirish, 30 yoshgacha bo'lgan xodimlarni ish joylarining tayyorlanishi bo'yicha musobaqalar tashkil qilib, ularning bilim darajasini oshirish. Oylik yakuni bo'yicha birinchi o'ringa 10 million so'mlik mukofot qo'yilgan, ikkinchi o'ringa 9 million so'mlik mukofot qo'yilgan, uchinchi o'ringa 8 million so'mlik mukofot qo'yilgan. Ko'rik oyligi doirasida Kosonsoy elektr ta'minoti korxonasida favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlikni oshirish hamda xodimlar bilimini mustahkamlash maqsadida amaliy o'quv trening tashkil etildi. Mashg'ulot davomida xodimlarga kundalik faoliyatda texnika xavfsizligi qoidalariga to'liq rioya etish zarurligi eslatilib, asosiy himoya vositalarining holati, foydalanish qoidalari va ularning amalda qo'llanilishi qat'iy nazoratdan o'tkazildi. Bunday tadbirlar filial tasarrufidagi barcha hududlarda bosqichma-bosqich tashkil etilishi rejalashtirilgan bo'lib, ular orqali ish joylarida xavfsizlikni yanada kuchaytirish ko'zda tutilgan. Yoshlarning san'atga bo'lgan qiziqishini yanada qo'llab-quvvatlash, ularning salohiyatini yuzaga chiqarish uchun tashkil etilgan Yoshlar ovozi loyihasining viloyat bosqichi bo'lib o'tdi. Namangan ixtisoslashtirilgan san'at maktabida o'tkazilgan mazkur tanlov haqida lavhamiz bilan dasturimizni davom ettiramiz. Yoshlar ishlari agentligi, Yoshlar ovozi prodyuserlik markazi hamda O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi hamkorligida tashkil etilgan tanlov bu yil ham viloyatlararo keng miqyosda o'tkazilmoqda. 10, 15, 16, 22 va 23-30 yosh toifasida bo'lib o'tayotgan ushbu tanlov iste'dodlarni yuzaga chiqarish, ularni yanada rag'batlantirishga qaratilgan. 5 tashabbus olimpiada platformasidan ishtirok etish istagini bildirgan 828 ming yoshlarimiz ichidan mana 31 mingga mana shu Bo'zatov Fest festivali ishtirokchilari, ya'niki madaniyat, san'at, opera yo'nalishida ishtirok etish istagini bildirib, mana bugungi ro'yxatdan o'tib tuman shahar bosqichlaridan g'olib bo'lgan bugungi 120 nafar ishtirokchilarimizdan 96 nafari ishtirok etishyapti. Namangan ixtisoslashgan san'at maktabi mezbonlik qilayotgan ushbu tanlov nafaqat yosh ijodkorlarning katta sahnaga ilk yo'llarni ochmoqda, balki ijodiy izlanishlar, sahna madaniyati va kasbiy mahoratni yanada mustahkamlashga ham xizmat qilmoqda.
Men o'z ijroyim bilan so'rmadingmi katta ashuladan ko'zlaring ashulasini ijro qildim. Hakamlarga yoqdi degan umiddaman. Xudo xohlasa bo'sh kelmasdan oxirigacha marra bizniki deb birinchi o'rinda olishga harakat qilaman. Tanlov estrada, opera, an'anaviy ijro va baxshichilik yo'nalishlari bo'yicha o'tkazildi. Har bir ishtirokchi o'ziga xos chiqishi, ovozi hamda sahna madaniyati kabi mezonlar bilan baholandi. Yoshlar iste'dodini baholab boryapmiz. Qaysi viloyatga borgan bo'lsak, tanlashimiz juda ham qiyin bo'lyapti-da. Shu vodiyda baxshichilik ham rivojlanayotganini ko'rib turibmiz-da. Ishonaman bu yoshlardan hali buyuk operachi solistlar, opera xonandalari yetishib chiqadi. Tanlov yakunida har bir yo'nalish bo'yicha eng iqtidorli ishtirokchilar aniqlanib, respublika bosqichida ishtirok etish uchun tavsiya etildi. Va nihoyat men 3-yilida respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdim. Endi oldimda tumanimiz va viloyatimiz sha'ni turibdi. Respublika bosqichiga ustozlarim bilan puxta tayyorgarlik ko'rib, respublika bosqichida ham o'rin olishga harakat qilaman. Bu kabi tadbirlar orqali milliy qadriyatlarimizni yosh avlod o'rtasida keng targ'ib qilish, sog'lom raqobat muhitini yaratish va iqtidorli yoshlarni professional sahnaga tayyorlash ko'zda tutilgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Oldinda ob-havo ma'lumotlari bilan tanishishingiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga obuna bo'lib, do'stlaringizga ham ulashni unutmang. Gulga oshno qalblarni esa Namanganda kutamiz. Kelgusi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.